2013 yilda biz borganimizda komissiya juda ham qattiq olardi. Ana shunaqa tomirlilarda imkon boricha Hindistonda qilganimiz yaxshi deydi. Menimcha eng birinchi o'zbeklar bo'lganmiz biz Hindistonda presadka qilgan. Ukamga berganman. Mana shu narsani O'zbekistonda qilsak-chi, jigar transplantini, Hindistondan kelib shu yerda qilsanglar, shu yerda bemorlar yaxshi bo'lishsa. 22 mingdan 30 ming dollar ekanmi hozir jigar presadkasi? 22 ming dollar. Bir avtobus odam degan doktor Vivek operatsiya qildi. 3-4 kun operatsiya qildi misol uchun ketdi. Jadval bo'yicha har bitta bemorda qachon operatsiya bo'lgan kuni. Assalomu alaykum. Fikratda fikirsiz, yaxshimisiz, tuzimisiz? Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi chaqirganingiz sababi podkastimizga O'zbekistonliklar uchun juda dolzarb, muhim, afsuski ko'p hali ham ko'p uchraydigan mavzu jigar presadkasi, jigar ko'chirish bo'yicha. Siz Shinon kompaniyasini O'zbekistondagi yillar davomida vakilisiz. Sizlarda eng ko'p O'zbekistonda uchadigan va presadka qiladigan, jigar presadkasini qiladigan Hindistondagi eng katta kompaniya va eng ko'p bemorlarni olib boradigan kompaniya bu eng asosiy vakili bo'lganingiz uchun chaqirib shu mavzuda suhbatlashib vatandoshlarimizga bu mavzuni yoritib beraylik degan mavzuda sababda chaqirdim. Shuning uchun ozgina Shinon to'g'risida va ozgina o'zingiz to'g'risida gapirib bersangiz, keyin suhbatlashamiz. Shinon 2010-yili Hindistonda tashkil topgan. Shinonda asosiy mazmuni yaponchada yurak urishi Vinay Agarwal degan odam tashkil qilgan va ular boshida Iroq, Afg'oniston shu davlatlar bilan ishlashni boshlashgan. O'zbekistonda juda ko'p orzu qilishgan ekan. Shinon partnyorlardan bittasi doktor Vivek hisoblanadi. Lekin O'zbekiston bilan ko'p harakat qilishgan, bo'lmagan ekan. 2016-yilda men o'zim jigar presadka uchun borganman va menda ham o'zingiz bemor bo'lgansiz. Menda gepatit B edi, jigar sirrozi va uni qo'shimchasida yana GCK bo'lgan. GCK nima? GCK gepatozellyularni karsinomi, bu jigar saratoni. 2016-yili jigar transplantidan o'tkazdirib kelganimizdan keyin ingliz tili bilishimni bilib doktor Vivek taklif qilgan. Biz ofis ochmoqchimiz, yordam istayapmiz. Shunga rozimisan deb so'ragan. U paytda men bu narsaga juda negativ nimada qaraganman, chunki bu yerda ko'rganman Hindistonda juda ko'p tarjimonlar, odamlar yurganini, bemorlar bilan qanaqa munosabatda bo'layotganini ko'rib, boshida rozi bo'lmaganman. Keyin oradan vaqt o'tib, menda taklif chiqqanki, mana shu narsani O'zbekistonda qilsak-chi, jigar transplantini, Hindistondan kelib shu yerda qilsanglar, shu yerda bemorlar yaxshi bo'lishsa. Shu narsaga rozi bo'lgan va shundan keyin 2019-yilda Shinonda nimasini vakolatxonasini endi представительство O'zbekistonda ochdik. Shundan beri birgalikda doktor Vivek bilan ishlab kelamiz va ana shu O'zbekistonda jigar transplantini yo'lga qo'yish loyihasi bo'yicha 6-7 yildan beri harakat qilib erishdik. Maşallah, молодец. Zo'r, bu eng birinchi savolim edi o'zi. Jigar transplantasi O'zbekistonda bo'ldi. 2024-yil bo'ldi, birinchi martalab yo 2025 bo'ldimi? Covid davrida boshlangan. Covid davrida boshlandi. Eng birinchisi O'zbekistonda qilingan doktor Vivek uchib kelgan komandasi bilan. Yo'q, doktor Vivek bilan 2024da. Lekin o'zi O'zbekistonda o'sha Covid davrida 2020-yillarda boshlangandi. Hindistonlik mutaxassislar kelgan. U paytda ham Hindistondan doktor Bala degan odam kelgan va boshidagi operatsiyalar u bilan birgalikda qilingan. U doktor Vivek komandasidagi doktormi? Yo'q. Yo'q, alohida. Aloqasi bor. Aloqasi yo'q. Sizlar qilgan eng birinchi transplantatsiya 2024 bo'ldi. Bizniki 2024 yanvar oyida birinchi transplant bemorini amaliyotini bajardik. Muvaffaqiyatli o'tdi. Keyingisida 4 ta, keyingisida 6 ta va yaqinda yana 6 ta bemorda transplant operatsiyalarini o'tkazdirdik. O'zbekiston sharoitida. Ha. Mashallah, tabrik. Hammasi yaxshi, muvaffaqiyatli.
Bu juda muhim bir yutuq deb bilaman. Chunki Hindistonga borish, til bilmaslik, mablag' unaqa katta baribir eski vaqtga qaraganda baribir ancha arzonlashgan, lekin baribir 22 mingdan 30 ming dollargacha hozir jigar persiyatkasi. 22 ming dollar. 22 ming dollar. Endi ma'lum bir sabablarga ko'ra narxi oshishi mumkin, reanimatsiya, qo'shimcha dorilar 22 ming bilan 30 ming dollar hammada pul bo'lmas. O'zbekistonda jigar persiyatkasini qilish uchun talablar qanaqa? Kimni tanlaysizlar O'zbekistonda qilish uchun? Kriteriya unaqa judayam nima emas. Xuddi o'sha Hindistondagi bilan bir xil. Faqat bir ikkita qila olmaydigan sharoitlarini doktor Vivek aytgan. Masalan, 100 kilodan ortiq bo'lsa vesi Mumkin emas O'zbekistonda. Keyin ba'zida bo'ladi bemorlarda yoki donorda tomirlari judayam ko'p bo'ladi, 3 ta yoki 2 tadan ortiq. Mana shunaqa tomirlilarda imkon boricha Hindistonda qilganimiz yaxshi deydi. O'zbekistonda ham xuddi shu Hindistonda nimasidek, masalan, og'ir ahvoldagi bo'lishi, qorinda ko'p suv bo'lishi yoki koma holatda bo'lishi buni ahamiyati yo'q. Qarshi ko'rsatamiz. Zo'r, lekin O'zbekistonda buni bilib qanaqa reklama bormi, odamlarga murojaat qiladigan soni ko'p emasmi? Kriteriy yo'qligini aytolmanda, qanaqa tanlab olish uchun siz qila olamiz. Bu O'zbekistonda hozircha unaqa kriteriy yo'q. Reklama yo'q. Chunki doktor Vivek boshida har oyda kelaman dedi, keyin 2 oy, keyin 3 oyga o'tdi hozir. 3 oyda ichida albatta bemorlar bir-biridan eshitib yig'iladi. Yo'q deyish ham juda ham qiyin. Masalan, har kelganida bir kunda 3 tadan operatsiya qiladi, 2 kunga kela oladi xolos. Bir kunda 3 ta operatsiya. Bir kunda 3 ta. Doktor Vivek rekordga qo'ygan 4 ta operatsiyagacha qilib bir kunda. Men operatsiya anam domim bo'lganman. Siz retsipient bo'lgansiz, jigar qabul qilgansiz, men jigar berganman-da. 2010-yil juda menimcha eng birinchi o'zbeklar bo'lganmiz biz Hindistonda persiyatka qilgan. Men ukamga berganman. Unda juda qimmat edi. Hozir demak qimmatligidan tashqari hozir aytmoqchi bo'lgan gapim 12 soat operatsiya bo'lganmizda biz. 12 soat. Hozir siz aytyapsiz bir kunda 4 ta operatsiya qilgan deb aytyapsiz. Ya'ni 4 ta komanda alohida qilib turib, har bitta komandaga kirib chiqqanlarni shunaqa deb tushunmayman-da. Rosa ko'p bemorlarimiz beradi. Bir kunda 3 ta desak, hamma aytadi, "Opa, iltimos, nima qilsak doktor Vivek biznikini qiladi" deb. Chunki hammaning xayolida operatsiya 12 soat davom etsa, ularda operatsiyasini kimdir boshqasi qiladi. Bitta baxtli odam doktor Vivek tomonidan qilinadi. Hozir operatsiya 12 soat. Hozir operatsiya 8 soat, 10 soat ichida bo'ladi. Hozir shunday bo'ladi. Retsipiyentda. Donorda kamroq. Donor 6 soatda chiqadi. Donor 6 soatda. Hozir bizga 5 ta operatsionni berilgan. O'sha 5 ta operatsioniga 5 ta komanda bo'linadi. Boshida donorlar olib kiriladi, ulardan jigar olish operatsiyasi bo'ladi. Undan keyin retsipiyentlar birinchisi olib kiriladi va birinchi retsipiyent bilan keyingi retsipiyent orasida 2 soatli interval bo'ladi. Doktor Vivekda asosiy ishi bu o'sha tomirlarni bir-biriga ulash. Eng murakkab qismi ana shu biliar tomir, arterial nimalarda portalniy venani uchalasini ulash kerak bo'ladi. Mana shu qismda doktor Vivek qiladi. Eng tez qilgani 20 minutda deb aytishdi. Va eng uzoq bo'lgani 3 soatga cho'zilishi mumkin. Mana shu qismda bitta bemorda bajarguncha narigi bemorda retsipiyentdan jigarni chiqarib turishadi. Donordan. Retsipiyentdan chiqaradi. Donordagi olgan jigarni u yerda haligi back table work deyishadi. Anastomoz qo'yish, uni tozalash, nimalarda venalarni to'g'irlash, hamma mana shu narsalarda boshqa bittasi tayyorlab turadi. Doktor Vivekda ishi kirib, uni keyin ulash bilan bo'ladi. Mana shunaqa qilib ertalab sahar 6:30da operatsiya odatda boshlashadi va 5-6da 3 ta operatsiya tugagan bo'ladi. Demak, hozir siz aytdingiz, taxminan bir 15 patsient qilibsizlar-da 2024-yildan beri. Shunaqa 17 ta. 17 ta. Mashalloh, zo'r.
narxda katta farq qiladimi Hindiston bilan? Yo'q, narxida afsuski farq qilmayapti. Narxi O'zi meni farq orzuyim narxi arzon bo'lishi kerak edi va odamlarga yordam sifatida bo'lishi kerak edi. Lekin hozircha birinchidan o'sha 5 ta komandani birga olib kelyapti. Bu 23 ta, 24 ta nimalar, xirurglar, anesteziologlar, hamshiralar, texnik xodimlar hammasi kelyapti. Ularda logistik xarajatlari juda ham qimmatga tushyapti. Ularni xarajatlaridan tashqari yana O'zbekistonda donor uchun to'lash kerak, donor tekshiruvlari, bemor tekshiruvlariga to'lash kerak. Va shunaqa nimalar bilan, xarajatlar bilan Hindiston narxiga yetib boryapmiz. Qarayapman. Doktor Vivek komandasi bilan keldi. 120-dan oshiq odam, bir avtobus odami degani. Doktor Vivek operatsiya qildi. 3-4 kun operatsiya qildi misol uchun, ketdi. Ma'lum bir komanda xodimlari bu yerda qoladi va kuzatuv olib boradi. Eng asosiy qismi острая фаза отторжения degan tushuncha bor, 1 oyda bo'ladigan, ya'ni o'tkir qaytarib olish jigarni, ko'chirilgan jigarni qaytarib olish holati 1 oyda bo'ladi. 1 oy davomida 24 soat desam, 24 soat, keyingisi 30 kun, keyingisi 6 oy bo'ladi. Men doktor sifatida buni bilganim uchun hop, o'sha 1 oy davomida kuzatiladimi, qancha bu yerda komanda qoladi? Bizda hozir komanda 2 kunga qolyapti. 2 kun ichida bitta medbratimiz, 2 ta vrach qolyapti. Ular o'sha bemorni reanimatsiya xonasidan palataga o'tkazguncha bu yerda birga bo'lishadi. Demak, birinchi operatsiya qilinganlarga 3 kun qarab beradi, ikkinchi kungilar 2 kun qaraladi. Ularni palataga o'tkazgandan keyin ketadi. Milliy tibbiyot markazidagi vrachlar, hamshiralar hammasi trening o'tab kelgan Hindistonda. Va bizning gruppamiz bor WhatsAppda. Ana shu bo'yicha hamma bemorlarda analizlari, hamma bo'layotgan Doppler UZI hammasi beriladi. Hamma maslahat Hindistondagi doktorlar tomonidan berib boriladi. Shu bo'yicha bu yerda hamshiralar va shifokorlar qaraydi. Keyin ular o'zlari ham qilyapti. O'zlari ham albatta bu nimani sohada o'sha mutaxassis yaxshi olib borishyapti. Milliy tibbiy markaz deganingizda bu xirurgiya markazi. Bu eski Tashmina oldida yangi ochilgan milliy tibbiyot markazi. Bolalarni bilaman. Yo'q, bu alohida eski Tashmina ichidagi. Kattalar uchun. Eski Tashmina ichidagi. Yozib bo'lgan katta qilib. Bo'ldi. Tushunarli. Xo'p, Indiyadagi narxini gaplashdi ozgina. 22 mingdan 30 ming dollargacha. Buni doktorga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsa ham o'sha narx, Shino orqali murojaat qilsa ham o'sha narx, lekin Shino ma'lum bir ishlarni yengil qilib beradi bemorlar uchun. O'sha ishlar nimadan iboratligi to'g'risida qisqacha tushuncha bersangiz. Asosan Shinoda vazifasi bu barcha tashkiliy ishlar. Ya'ni bu yerdan ketishdagi viza tayyorlash, hujjatlar bo'yicha maslahatlar, hujjatlarni tekshirib beriladi. Hindistonga borgandan keyin O'zbekistonlik o'zimiz o'zbek tarjimonlar kutib oladi. Chunki bilasiz, ba'zi joylarda hindlar bo'ladi, ba'zilari chala rus tilida bo'ladi yoki tilni yaxshi tushunmasdan tarjimonlik qilishadi. Bizda faqat O'zbekistonlik o'zimizni tarjimonlarimiz yollanadi. Ular kutib olib, mehmonxonada birga turishib, barcha bemorni u yerdan qaytguncha bo'lgan vaqtida birgalikda bo'lishadi. Va qaytib kelgandan keyin mana shu Shinonni ochishda ham asosiy maqsadi nima bo'lgan? Transplantdan keyin bemorga qarov juda ham muhim hisoblanadi. Buni ko'pchilik uncha e'tiborga olmaydi. Buni so'rab ketdim, yaxshimanku deydi. Bizda Shinonni vazifasi bemor qaytib kelgandan keyin ularni nazoratini olib borish. Ya'ni masalan bizda o'sha jadvalimiz bor. Jadval bo'yicha har bitta bemorda qachon operatsiya bo'lgan, kuni, familiyasi, qachon kelgan, hammasi olib boriladi. Keyingi analiz topshirish vaqtini telefon qilib berib o'zimiz talab qilib olamiz. Ba'zida shunday bo'ladi, bemorlar bo'ldi, hamma pulimni sarflab keldim, analizga anaqa qilishim shart emas deb o'ylaydi. Telefon qilinadi, ulardan analizlar olinadi. Dori ichmaydigan bemorlar ham uchrab turadi. Bo'ladi. Ularda bilmayman qanday ishlash kerak unaqa bemorlar bilan. Gepatit B yoki gepatit D bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu super infeksiya har doim birga keladi yoki gepatit C bo'lgan bo'lsa, operatsiyadan keyingi holatda albatta dori, uzoq muddat dori ichish kerak.
gepatitga qarshi, plus immunodepressant ichish kerak. Immunodepressantlar har xil bor. Diabet bo'layotgan bemor soni ko'pmi? Hurmatli vatandoshlar, tinglovchilar, jigar persadkasidan keyin juda eng qo'rqinchli jigar отторжениясidan tashqari qo'rqinchli bir xunuk bir осложненияsi, ya'ni asorati diabet bo'lib qoladi bemorlar. Katta dozada prednizolon beradi. Katta отторжение bo'lmasligi uchun birinchi fazasida o'sha prednizolon anti-insulinli gormon bo'lgani uchun sahna diabet bo'lib qoladi bir xil bemorlar. U uchrab turadigan holat. Hozir ham yoki yo'q? Juda kamdan kam. Juda kamdan kam. Chunki hozir protokollar borgan sari yangilanyapti. Yangilangan protokol bo'yicha Vaysalondan, prednizolondan qancha erta bo'lsa shuncha tez chiqarish bemorda. 3 oyga qolmaydi bemorlar prednizolondan juda past doza bilan birinchidan chiqaradi tezda bemor to'xtatadi. Prednizolonda shu bilan diabet nimasi kam. Asorat diabetdagi asorat kam. Chunki eshitgandim, ular aytishdi, oldin shu ko'p bo'lgan ekan. Hali отторжениyadan qo'rqqandan juda katta dozada berishgan va immunodepressantlar juda katta dozada oldin berilgan ekan. Hozir endi yangi protokollar chiqib, ular bo'yicha eng past dozada ushlab turishadi. Juda ko'p bemorlar mana 0.5 nima bilan, takrolimus bilan yoki 1 milligram bilan qaytadi. Nima ham prednizolon ham kelgandan keyin taxminan 1 oyga qolib qolmasdan to'xtatishadi. Ha, to'g'ri. Xo'p, tarjimonlar to'g'risida tushuncha bersangiz. Tarjimonlar hammasi o'zbek millatidagi tarjimonlar. Bittasini yaqinda tanishdim. Oybekmi ismlari? Ozodbek. Narigi opalar bilan tanishgandim Hindistonga borganda, Gulbahor opa, adashmasam. Gulbahor bu yerdagi xodimimiz. Bu yerdagi xodimlar. Tanishgandingiz. Bir nechta odam borgandi-ku. Qat'iy New Delhida bo'lganda bu narsa. Tarjimonning sonini ko'rib, men o'zim xursand bo'lgandim, chunki o'zbek tilida hamma hind tilini gapira olmaydi, rus tilida gapirishadi. Rus tilida yetarli deb biladi. Ya'ni hamma O'zbekistonda rus tilida gaplashmaydi. Xo'p, o'zbek tarjimonlari, o'zbek millatidagi tarjimonlar birga yashashadi, o'sha yerda birga turishadi. Ana, yangicha hamma bo'ladigan etaplarda yordamchi bo'lishadi. Shunaqami? Tarjimonning soni qancha? Hozirda bitta tarjimonimiz bilan turmush quryapti. 4-da to'ylari, ular qaytib kelgan, lekin hozirgi bor tarjimonimiz 3 ta. Bular turmush qurgandan keyin qaytib borsa 5 ta bo'ladi. Yangi bitta tarjimon ishga olganmiz. Uni ham vizasini ustida ishlayapmiz. 1 haftadan keyin u ham ketadi. Ya'ni 6 ta tarjimoninglar bor. Hozirda 6 ta bo'ladi. Zo'r. Jigar persadkasiga borgandan keyin taxminan qancha turadi? Mana biz borganmiz, juda og'ir holatda borganmiz. Biz 5 oy turganmiz. Onamning kelganlaridagi bir yarim yer olib turib pishgandek Hindistonda charchab ketibdi, rostiga. Juda qiyin holatda o'zbeklar yo'q unda. Mana masalan, hozir borsa ko'pgina o'zbeklar bor, lekin biz yutug'imiz, biz hammamiz oila a'zolarimiz til bilardik, opamlar, ukamlar, onamlar hammamiz ingliz tilida gaplashardik. Uning uchun sal qanaqadir yengilroq bo'lgan, lekin baribir oson bo'lmagan. Hozir turish o'rtacha bemor juda og'ir emas, borsa qanchada qaytib keladi? 1 oy, 1,5 oy, 20 kun. Xuddi siz aytgandek, biz ham rosa uzoq qolib ketganmiz. O'zim operatsiyaga 5 haftada kirganman. Hech qanaqa muammoim bo'lmasa ham. Unda komissiya bor edi. Komissiya sekin javob berardi. Birinchidan komissiya, ikkinchidan bizga yo'l ko'rsatadigan odam bo'lmagan. Bu yerda hujjatlar qilib borish kerakligini bilmaganmiz. O'g'limni turist vizada olib borganmiz. Turist viza bilan unda bo'la olmas ekan. Uni o'zgartirish, hujjatlar to'g'rilash, hamma shu nima jarayondan o'tgunimizcha 5 hafta vaqt o'tgan. 5 haftani ichida operatsiyaga kirgan bo'lsak, qaytib kelishimiz bilan 3 oydan ortiq biz ham qolib ketganmiz. Operatsiyam o'sha paytda 32 mingga tushgan o'zimda ham. Unaqa qo'shimcha davolanmaganman, qo'shimcha hech nima bo'lmagan. Oddiy operatsiya uchun 32 ming to'laganmiz. Endi hozirgi paytda oddiy desizmi? Yo'q ketyapman. Oddiy emas. Ichida uzoq yurganingizdan keyin hali har xil holat murakkabliklarda ko'rsangiz, baribir
faqat operatsiya bo'lgan 10 demoqchiman. soat operatsiyadan maxsus oddiy deb doktorga ishlamasa bu gapingiz. Keyin tarjimonlik ham ko'p qilaman. Masalan, doktorlarga ham treninglar o'tishadi, seminarlarda tarjima qiladi. Ular aytishadi, O'zbekistonda operatsiyasi biz uchun oddiyroq deydi. Nimaga deb so'rasam, gepatit B deydi, jigar kichrayib ketar ekanda. Uni olish oson bo'lar ekan. Hindlarniki deydi ko'proq deydi, NASH degan narsa bor. Non-alkoholik nima deydi, alkogolsiz jirovoy gepatit bo'ladi. Ularda jigari ishar ekan. Ishgandan keyin tanaga yopishib qolar ekan. Uni chiqarish juda qiyin bo'lar ekanda. Hindlarda operatsiyasi uzoqroq vaqt oladi deydi. Qiyinroq bo'ladi deydi. O'zbeklarda operatsiya qilish bizga osonroq deydi, chunki bizda 95% menimcha gepatit bilan borishadi. O'shaning uchun bizga baribir oddiyroq operatsiyada. O'zbeklar общениyaga ham oson, operatsiyasi ham oson bo'lar ekanda. Operatsiyasi ham oson. Yaxshi tomoni bizda hindlar shu narsaga haligi qoyil qoladi. Ularda donor topish juda ham qiyin. Dini ham ruxsat bermas ekan, odamlar ham berishni xohlamaydi. Ularda tirik donor bilan qilish juda ham kamdan kam uchraydi. O'zbeklarda bizda 100% tirik donor bilan hamma o'zini qarindoshi bilan boradi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Ba'zida bitta oiladan 4 ta 5 ta donor bo'ladi. Hamma donor birga ketadi. Bittamiz to'g'ri kelmasak, men beraman deb. Doktor Vivek doim shu bo'yicha aytadi, men deydi o'zbek xalqi oldida bosh egaman deydi. Chunki sizlarda juda ham oilalar bir-biriga haliginaqa mehribon. Haligi yaqin odamini saqlab qolish uchun shunchalik rozi bo'ladi. Bizda Hindistonda o'zida shunaqa bor oila a'zolari orasida. Mashalloh, ko'rsatamiz. Vaqt bo'yicha endi operatsiyaga kirish ko'proq hozir doktor Vivekda bemor juda ham ko'p bo'ladi, очередь vaqti bo'ladi. Mana shu очередь bilan tekshiruvlardan bir haftada o'tib, komitet ham tez bo'ladigan bo'lib qolgan. Komitet bo'lsa ham ko'pincha 3 hafta vaqt ketadi. Kutish vaqti. Demak, bemor murojaat qildi O'zbekistonda turib, sizlar murojaat qabul qildinglar. Uni tez javobini aytishingiz kerak. Bir 2 kunda aytasizlarmi? Bunaqa bu narxda qilinadi. Siz bu etapida dokumentlarni o'tishingiz kerak, pasportlarni jo'natinglar. Biz hammasini hal qilib turib, sizlarga aloqaga chiqamiz, uchib ketaverasizlar degan gapni, misol uchun 5 kunda aytishingiz kerak. Agar bemor tez hal qilsa, bemor tarafdan tez hal qilib olinadigan bo'lsa, endi bunda sizlar tarafdan asosiy bemor faktorini olib turgan holatda, demak, 1 hafta O'zbekistonda, 3 hafta kutish Hindistonda. Operatsiyadan keyingi holat qancha qolinadi? Bemor o'rtacha. Operatsiyadan keyin kamida 2 hafta yoki 3 hafta o'sha yerda reanimatsiyada, palatada yotadi, bolnitsadagi nimasi. Undan chiqqandan keyin 4 marta analiz topshirish kerak. Har haftada bittadan, 4 hafta vrach nazoratida bo'ladi. Agar hamma analizlari yaxshi bo'lsa, joyida ketayotgan bo'lsa, 4 haftadan keyin javob beradi. Demak, 3 hafta plus 4 hafta bo'ladimi? 3 2 4. 3 2 4. 2 nima edi? 2 bolnitsadagi, shifoxonadagi. 3 2 4. 3 4 desa ham bo'ladi. 3 2 4 desa ham bo'ladi. Demak, 9 haftadan 10 haftagacha. Shunday. Agar masalan ba'zi 2,5 oy degan. 2,5 oy degan. Shunaqa. 10 hafta. 10 hafta dedim. 10 hafta, 72,5 oy praktически. Ba'zida bo'ladi, masalan, analizlar ko'tariladi, tushadi. Har xil shunaqa bemor bo'ladigan bo'lsa, ularni olib qoladi. Qachon o'rniga tushgandan keyin yuboradi. Ular yana ham ko'proq qolib ketishi ham mumkin. Hali ham asosiy sabab bizda gepatit, virusning gepatitlarmi? Shunday. Juda ko'p bemorimiz gepatit B bilan boradi. Bizda hozir eng katta og'riqli nuqtamiz shu. Gepatit C kamdan kam, nima bilan, jigar saratoni bilan borishadi. Ba'zida bo'ladi alkogolli sirroz bilan. Orada juda kam. Masalan, 1 yilda 4 ta yoki 5 ta bo'lsa kerak. Nima, avtoimmunni gepatit, kriptogenni, shunaqa har xil aniqlanmagan har xil kamdan kam uchratiladigan Wilson bo'ladi. Ular juda kam. GCK ham mana gepatit karsinoma
jigardagi eng asosiy saraton bu kimiyaga ma'lum qiliq sifatida kimiyaga ta'sir qilmaydigan turdagi saratonlar kimiya ham yo'q o'zi aslida GSKda boshqa dori beriladi immunoterapiya har doim ham пересадка qilib bo'lmaydi-yu GSKda lekin GSK boshlangan bo'lsa birinchi stadiyasi bo'lgan bo'lsa jigar пересадкасы eng asosiy davodagi demak bizda gepatit B'da asosiy va ma'lum bir 10% saraton alkogolli gepatit autoimmunniy kasalliklar jigarda врожденный to'g'risida bilmoqchiman hozir chaqaloqda ham bo'lib turadi chaqaloqlar ham borishadi chaqaloqlar ko'proq atreziya bilan borishadi atreziya bilan o't yo'lida anomaliya bo'ladi ularda menimcha eng ko'p chaqaloqlardagi atreziya bilan hozir tinglovchilarimizga aytib o'tib ketaman atreziya bu o't yo'li daraxtdagi ildizlarni tasavvur qilsanglar jigar ichida ko'pgina yo'lchalarni bekuv holatini atreziya deb aytiladi shu atreziya tug'ma atreziya bilan tug'ilganlar bir hafta 2 hafta ichida maksimal tezroq bosh miyani zaharlashdan oldin пересадка qilinishi kerak juda tez qilinishi kerak lekin hozir bizda bu yerda kasay degan operatsiya bor ekan boshlang'ich kasay operatsiyasi qilinadi u bemorni tug'ilganida 1-2 oyda ichida qilinishi kerak kimlargadir yaxshi ta'sir qiladi lekin ko'p holatda baribir kasaydan keyin ham transplant jigar kasay nima u drenaj chiqarishmi menimcha shunday meditsinskiy tibbiy nimasini bilmayman lekin kasay operatsiyasi bu abbreviaturami yo'q nomi bolalarda ko'proq o'sha yana Wilson bilan kelishadi Wilson Konovalova Wilson bilan kelishadi keyin qanaqadir genetik kasalliklar bo'ladi Wilson Konovalova hozir tinglovchilarimga ozgina qisqa informatsiya beraman Wilson Konovalova bu shunaqa bir kasallik jigardagi holat nimaga unaqa bo'ladi kumush mis ursizdan o'zbekchaga o'girishi noto'g'ri bo'ldi mis yig'ilib ya'ni mis yig'ilib ferment bo'lmaydi uni ko'tarib yuradigan va uni ko'tarib yura olmaydigan ferment bo'lmagani uchun jigarda o't katta holatda yig'ilib jigarni qurishiga sabab bo'ladi atreziyadagi как бы-yu lekin atreziya emas shunaqa xuddi shunga o'xshash lekin mexanizmlar har xil ho'p unda nima bo'ladi bolalarni qorinchig'ini atrofida ko'k havo rangida bunday ободочек bo'ladi va undan tashqari bo'g'imlar og'riydi yuragida muammo bo'lishi mumkin bu birdaniga bo'lmaydi mana atreziyada chaqaloqda сразу bilinsa darrov bilinadi ko'zga ko'rinadi Wilson Konovalada o'sib borib 6 yosh 7 yosh 10 yoshga yetib borgandan keyin bam diagnoz qo'yishga ham bog'liq diagnozni yaxshi joyda qo'yib boshlashgan bo'lsa nimalardir unda kerak emas пересадка unda o'sha ma'lum bir dori beradi ukol sifatida qanaqa davolash nimasi haqida ko'p bilmayman lekin shu Wilson bilan nima kelganlar ko'proq aytishadi shu diagnoz vaqtida qo'yilmadi bizga shunaqa bo'ldik ko'p yurib qoldik deb aytishadi artralgiya ya'ni bo'g'imlarni og'rishi yuragi xastalanishi ko'zni atrofida ko'k ободочек paydo bo'lishi bu man hozir esimga kelganini aytdim undan ko'p bo'lishi mumkin hozir man soham bo'lmagani uchun ozgina esimdan chiqarib qolishgan bo'lishi mumkin lekin asosiy man bilgan belgilari shu Wilson Konovalova juda kam O'zbekistonda ko'p uchramaydi lekin ma'lum bu tinglovchilarimizga aytib o'tay bu naslda suradigan kasallik ya'ni bir kishida chiqsa albatta boshqa bolalarni ham tekshirishi shart shunday Xo'p, chaqaloqlar to'g'risida gaplashdik. Chaqaloqlar narxi qimmatroq bo'ladimi пересадкада? Yo'q, 21 ming. 21 ming. $1000 arzonroq bo'ladi. Onasi o'sha holatda bera olmaydimi? Yangi tug'ilgandan keyin onasi bergan holatlar ko'p. Asosan ona beradi. Ona beradi yoki ba'zida buvalar beradi.
Ularda donor tanlash juda ham oson ekan chaqaloqda. Chunki hamma nimaga bemorga o'ng taraf berilsa, chaqaloq kichkina bo'lgani uchun chap tarafda left lateral dedi, orqa bitta qismi olinadi xolos, bitta segment olinadi xolos. Juda ham kichkina qismi beriladi. Bu narsani Shuning uchun ularga haligi agar bilsangiz ba'zida jigarda massasi to'g'ri kelmadi deb отказ berishadi. Nimaga? Chunki katta odamga katta jigar kerak, donorga ham katta qismi qolishi kerak. Chaqaloqning yaxshi tarafi juda kichkina beriladi, hatto chap bo'lakda hammasi olinmaydi ular. Tinglovchilarimiz uchun ma'lumot berib o'tib ketaylik. Jigar ikkita qismdan iborat, ikkita bo'lakdan, o'ng bo'lak, chap bo'lakdan iborat. U bo'laklar segmentlarga bo'linadi. Bir nechta segmentlarga bo'linadi. O'ng bo'lak eng katta bo'lak hisoblanadi va chap bo'lak kichkina bo'lak hisoblanadi. Men donor sifatida 1080 grammdan 700 gramm berganman. Ya'ni 3dan 1dan oshiqrog'ini berilgan ekanda. Demak, chaqaloqdagi holatda kichkinagina qismini olinadi, chap bo'lagidan ish bitdi. Shunday. O'shaning uchun ularga donor masalasi qiyin bo'lmaydi. Qiyin bo'lmaydi. Uy atel masalasida atelda turishmaydi, tushunishim bo'yicha. Mehmonxonada turishmaydi, chunki u yerda ovqat qila olmaysiz. Mehmonxonalarda endi albatta sotib olib yeyishingiz kerak, lekin u yerda oshxonasi bizni nimaga to'g'ri kelmaydi. Ayniqsa bemorlar, biznikilar achchiq yemaydi, ularda ovqati butunlay boshqacha, Hindistondagi. Men yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasizmi? Lekin juda ko'pchilikka yoqmaydi. Sevaman. Bizda bilasiz, bemorlar doim dietada bo'ladi, qaynatilgan yeyishadi, boshqa yeyishadi. Hindiston ovqati ularga to'g'ri kelmaydi. Lekin tarjimonlarimiz ham har xil bo'ladi. Nimalar uchun? Shifokorlar uchun u yerda ovqat tayyorlanadi shifoxonada. Ba'zilarga yoqadi, tushib yeydi, ba'zilar yemaydi. Yemaganiga qiyinroq, o'zi tayyorlash kerak bo'ladi. Bemorlar ham xuddi shunday, ular uchun kvartira olinadi. Ana shu bitta bino olingan, Shinon bemorlar uchun. U yerda kvartirada ichida oshxonasi bor. Oddiy kvartira qanday ijaraga olsangiz, shunday ijaraga olasiz. Bundan tashqari yutug'i hamma qo'shni. Hamma o'zbeklar qo'shni, ya'ni muloqot qila oladi, zerikishga anaqa fursat yo'q, kamroq, ya'ni vatanni qo'msash hissi kamroq bo'ladi, chunki o'zbeklar yonida. Bitta yakka o'zi ketib turib endi o'tirmaydi. Ya'ni yutuqlari bitta Shinondan ketish yutuqlarini bittasi qo'ni-qo'shni bor. Shunday. O'zbek hammasi o'zimiz nimalar, keyin yaxshi tarafi yana o'sha kvartira egasi mashinalar qilib bergan, bepul. Shifoxonaga borib kelishi ham o'sha mehmonxonaning pulining ichida. Gruppa bor bemorlar uchun eng ko'p savol shu. Mashina keldimi, ovqatga borishim kerak yoki men ovqatimni kim borib berib kela oladi, kimga nima qilish kerak? Hamma o'sha ichki oilaviy anaqalar, xuddi mahallaga o'xshaydi, o'zbek mahallasiga o'xshaydi. Birga gaplashishadi, shunaqa bir-biri bilan yaqin bo'lib ketadi. Ko'proq mana to'ylar, boshqalar qilsa ko'rsangiz, o'sha davrda kim transplant bo'lgan bo'lsa, ularni xuddi qarindoshiday aytishadi. Birga haliginaqa oiladaqa bo'lib ketishadi. Zo'r. Savol, rikshaga chiqishganda qanaqa muloqot qilishadi? Rikshaga ham chiqishyaptimi? Hali ham men birinchi marta rikshaga chiqqanim esimda borda, bo'yim baland. Bitta boshim urgan, rikshada tez haydashadi, rikshada keladi. Riksha otoni tuk-tukda aytyapsizmi? Tuk-tuk. Tuk-tuk menimcha hali ham olishsa kerak. Keyin приложение bor, biz Yandexga o'xshagan, Ola, Uber degan. O'sha bo'yicha ham eng arzoni shu nima hisoblanadi, lekin o'zim ham borganimda eng qiyin narsa bu muloqot edi. Muloqot? Chunki ingliz tili biz bilganimiz bilan hech qaysi nima haydovchi bilmaydi-da. Ularga tushuntirib olish, savdolashish narxini juda ham qiyin bo'lardi. Hozir yaxshi bo'lgan, o'sha приложение chiqqan. Masalan, nimadan tashqari o'sha mashinani kutmay bormoqchi bo'lsangiz, chaqirsangiz, belgilangan bo'ladi, o'zi olib borib qo'yadi. Muloqot qilish ham shart emas. Hozir mana Google Translate'lar chiqqan, bemorlar juda aqlli bo'lib ketgan. U yerda AI tarjimon bor. Qo'ysangiz xohlagan tilingizdan o'zi topib tarjima qilib beradi. Zo'r. Xo'p, demak texnologiya ham
texnik taraflardan yordamchi bo'lyapti, xirurgический soatlarni kamaytirib beryapti, ya'ni bemorlar oson muloqot qilishda ChatGPTdan yoki boshqa Google Translate'lardan foydalanib ishlarni mustaqil ravishda ham bajarishga harakat bor ma'lum bir foizda. Menimcha juda oddiy insonlarni ham ko'rganman men. Qo'rqib zo'rg'a borishadi. Lekin hozir baribir biz borgan paytdan ko'ra yaxshiroq tarafi, masalan, vizani ham qanday qilish uchun Googledan o'rganib, uni qilib, o'zimiz viza tayyorlaganmiz. Borib olib, hujjat haqida eshitganimizdan keyin bu yoqda qaynog'am hujjatlar biz komissiyani 2 oy kutganmiz, komissiyaga talashganmiz, xirurgiyaga kuniga talashganmiz. Misol uchun borganimizda internatsionalniy holat bo'lgan. Biz Medantada qilganmiz. Operatsiya doktor So'yin degan bir mashhur jarroh bor. Unda qildirganimizda operatsiya kuni bo'ldi, belgilandi deganda isitmasi ko'tarilib qolgan. Qaytaramiz operatsiya uzoq yurishganmiz bu kunga. Ya'ni kutib shunaqa edi. Hozir ancha osonroq. Ya'ni operatsiyagacha bo'ladigan holat 1 oydan iborat hozir. Hozir biz aytdik 1 hafta bo'tda ish bitadi, tez qabul qilsa bo'ldi. Bemor mablag'ini yig'adi, dokumentlarni topshiradi, bu 1 hafta, 3 hafta taxminan kutadi, 2 haftadan 3 haftagacha operatsiya bo'ladi. Operatsiyadan keyin yana 6 hafta qolishi mumkin. 1 hafta. 3 hafta, 2 hafta больницada, 4 hafta shifoxonadan tashqarida. Shifoxonadan tashqaridagi holatda o'zi ancha yengillab qolishadi. Oila a'zolari ma'lum bir ketishi mumkin bo'ladi. Ketishadi. Necha kishi boryapti hozir? Mana doktor bor, retsipient bor. Bunga ham qarashimiz kerakmi deb savol berishsa kerak. Necha kishi ketyapti deb savol berishsa, ko'pincha 3 kishi. Bitta qaruvchi bo'ladi, o'sha qaruvchi ikkalasiga ham qaraydi. Keyin biz o'ylagandaqa haliginaqa biz ketayotganimizda o'ylaganmiz, yotadigan darajada bo'ladi, retsipient ham, donor ham, uni ko'tarish kerak, qarash kerak deb. Hammasi shifoxonada ular tugaydi. Asosiy masala ovqat tayyorlash, xonani tozalash, shu. Ovqat masalasi juda qiziqarli aslida. O'zbekistonda men bemorlarni kuzatdim, tuzli narsalar mumkin emas. Diyetalar qilgan bemorlar, ya'ni o'zi qiynalib yotgan bemorlar, yana undan tashqari qo'shimcha qiynab, tuzsiz ovqatlar yeb, to'g'rimi? Shunaqa. Hozir ham uchrab turadimi? O'zim ham 2 yil tuzsiz ovqat yeganman. Hozirgacha ovqatni xo'jayinimdan urishadi, tuz solmabsan deydi-da, chunki menga hozirgacha normaga o'xshaydi. Juda past tuz o'rganib qolganman. Lekin bilasizmi, agar shunaqa yesangiz, tuzsiz ovqat yegin. Chunki tuz yesangiz suv yig'iladi. O'sha suv yig'ilmasligi uchun tuz kam beradi. Lekin agar tuzsiz ovqat yesangiz, har bitta sabzavot, har bitta solgan nimani ta'mini bilishni boshlaysiz ekan. Boshqacha ta'mda, uni ham o'ziga yarasha nimasi bor ekan. Hali siz o'ylagandek juda bemaza emas. Rezinka chaynagandagi bo'ladi menimcha bor. Yo'q. Menga rosa yoqib qolgan. Operatsiyadan keyin ham ancha paytgacha tuzli narsa, ozgina normadagi narsa ham men uchun juda ham tuzli ko'rinardi. Bemorlar uchun, tinglovchilar uchun ma'lumot berib ketaman. Rekomendatsiyalarda, rasmiy rekomendatsiyalarda tuzsiz diyeta degan narsa yo'q. Siz ham bilsangiz kerak, hozir shuncha yildan beri bemor kelib ketib yuradi. Bu hech qanaqa kasallikning davomligiga yoki asoratiga hech qanaqa talablar joyi yo'q. Shuncha tuzsiz diyeta bu kerak emas bir harakat. Xo'p, Hindistonga borgandan keyin ko'p bizni millatimizda borgan vatandoshlarimizda uchrab turadigan savollar: go'sht halolmi? Qatdan olinglar. Go'sht bormi? Go'sht bormi? Go'sht bor. Go'sht olib ketsam bo'ladimi bu yerdan? Chunki qaysidir davlatlarga oziq-ovqat mumkin emas. Hindistonda, Yevropa, g'arb mamlakatlarida asosan mumkin emas. Hindistonda chegara yo'q. Qanaqa mahsulot olib ketsangiz ham muammo yo'q. Muammosi yo'q. Bemorlar asosan shu non muammo asosiy. O'zbek millati non xor. Hamma chimadan non bilan yeydigan o'zbeklar.
Keyin go'sht olib ketishadi. Bu yerda go'sht topsa bo'ladi? U yerda go'sht topsa bo'ladi, lekin echki go'shti bo'ladi. To'g'ri, bizda ham xuddi shu holat bo'lgan. Mol hindu din deb aytishga qiynalaman. Hindu yo'nalishida mol so'yish mumkin emas. Mol yo'g'ini gapirmayman, qo'ydim ostiga. Hop, ichki go'sht topsa bo'ladi, halol topsa bo'ladi, qo'y go'shtini ham topsa bo'ladi. Bu kanal qo'yilganmi? Bu qanaqadir bizda osonlashtirilganmi bemorlar uchun? Bizda transplantdan keyin shu bemorlarga qizil go'sht mumkin emas deydi doktorlar. To'g'ri. Qizil go'sht mumkin emas degandan keyin hammasi albatta tovuq yeydi. Tovuq do'konlari u yerda bor. Halol borsangiz o'sha yerda ko'zingiz oldida so'yib, tozalab berishadi. Bemorlar hammasi shu narsaga o'rgangan. Borgandan keyin hamma boshlaydi tovuq go'shti yeyishdi. Olib borgan go'shtni ko'proq qarovchi yeydida, chunki donor ham operatsiyadan chiqadi, nima ham, resipient ham. Asosan bu yoqdan olib ketilgan qizil mol go'shtini nima yeydi? Qarovchisi yeydi. To'g'ri. Lekin hamma ovqatlar qaynatilgan o'sha tovuqda qilinadi. Donor to'g'risida ozgina gaplashib ketaylik. Donor menga qanday telefon qilishadi? Men doktorman, bilishadi, men injida o'qiganman, ishlaganman, ma'lum bir qatlamdagi mana bemorlarni bilishadi. Shunaqa bo'lib qoldi qo'shnimizda, uzoqimiz, yaqinimiz Akbar aka nima qilsa bo'ladi deb aytishadi. Men odatda shunaqa murojaat qilinglar, ishinglarni juda oson, tez ravishda bajarib berishadi deb aytaman. Qo'shimcha ma'lumotida juda bir to'liq ma'lumot berishga harakat qilganim uchun aytaman. Donorlar to'g'risida sifatlab o'tib ketaman-da. Siz ayting, menda yana qo'shimcha bo'lsa siz keyin aytaman. Donorlar kriteriyalar. Oila a'zosi bo'lish kerak. Oila a'zosi bo'lish kerak. 18 yoshdan 50 yoshgacha. 50 yoshgacha? 60 yoshgacha emasmi? Yo'q. 50 yoshgacha. Qancha yosh bo'lsa, shunchalik yaxshi. Chunki 50 yoshdan tepasini juda ko'pchilik aytadi, qo'shimcha pul beraylik yoki biror nima qilaylik, olinglar deydi. U gap pulda emas yoki texnik tomondan operatsiya qila olmaslikda emas. O'zim o'qiganman, ilmiy maqolalar, nimalarda o'qib turaman. Regeneratsiya bo'lish 50 yoshdan keyin kamroq bo'lar ekan. Bu degani u bemorga bergani bilan yaxshi bo'lish nimasi juda ham kam. Shu holatda ham bilaman, ikkita bemor majburlikdan qo'yishgan. Bittasi 56 yosh, bittasi 53 yosh. 53 yoshdagi 2 yildan keyin graft failure degan narsa bor. Ya'ni ishlashdan to'xtaydi. Qaytadan jigar qo'yishdi. 56 yoshdagi haligacha ranglari o'zgarmagan, blasterozda qorayib ketadi. O'shanday bo'yicha yuribdi. Haligacha bilirubin nimalari balandroqda. Haligi qo'yganga yarasha o'sha aytilgan kriteriya bo'yicha qo'yish kerak ekan. Oila a'zosi. Aniqlik kiritib o'tamiz. Ya'ni birinchi liniyadagi qarindoshlari, akasi, ukasi, opasi, singlisi, ota-onasi, farzandi, turmush o'rtog'i. Biz 4-liniyaga kecha olamiz. Ya'ni qudasi, kuyovi, kelini, o'sha kelinni ukasi, shunaqalargacha ham bo'lganlar bor. Hozir bor. Shunday. 2013-yilda biz borganimizda komissiya juda ham qattiq olardi. Doпрос sifatida qabul qilib bir 5-6 ta odam o'tirgan, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, nimaga bermoqchisan, seni majburlashmayapti. Hozir ham shunday. Hozir ham shunday, lekin haligi nima kriteriya kengaygan. Oila a'zolarini anaqasi demak, mumkin bo'lgan oila a'zolarini qatori kengaygan. 4-liniyagacha. Ya'ni pudalar ham berish mumkin. Majalol. Demak, bu osonlashdi. Shunaqa nimalarimiz, ikkita qudasi berganlar bor. Wow. Kuyovi ham keladigan. Kuyovi berganlar bor. Shunaqa nimalarimiz ham bor. Xo'p, eng asosiysi bu qarindosh bo'lish. Ikkinchi kriteriy yosh 18 dan 50 yoshgacha. Uchinchisi yosh bo'lishi juda ham muhim. Sog'lomligi. Gepatit B, gepatit C bo'lmasligi kerak. Jировой gepatoz. Ожирение mumkin emas. Mumkin emas. Qorni qotdi,
semiz odamlar avtomatdan bera olmaydi, chunki jigari Endi ular ham masalan iloji yo'q bo'lsa bera oladi, lekin vaqti ko'p ketib qoladi Hindistonda. Chunki kilosi ozib, o'sha MCKTda jigar toza chiqquncha ularni olib yuradi. Ba'zida 3 oygacha borishi mumkin. Ularda ozish, to'g'ri kelishida. Ba'zida juda ham shunaqa katta odamlarga laparoskopik taklif qilinadi. Bitishi osonroq, boshqa nimalari osonroq. Agar vesi katta bo'lsa, laparoskopik o'sha donordan ektomiya qilish. yo'q, ektomiya emas, rezeksiya. Ektomiya desa hammasini olib tashlash degani. Rezeksiya bu. Ya'ni qismini olib tashlasa, rezeksiya hisoblanadi. Zo'r, demak ancha osonlashibdi-da, ancha osonlashibdi. Shunaqa. Yana bir marta o'tib ketaman. Oila a'zosi 18 yoshdan 50 yoshgacha gepatit B, D, C lar mumkin emas, VICH infeksiya samo собой mumkin emas. Jigarda qanaqadir tug'ma nuqsonlar bo'lsa mumkin emas. Semizlik относительные противопоказания to'liq ma'lum bir holatlarda qilsa bo'ladi, ma'lum bir holatlarda qilsa bo'lmaydi. Yana qarshi ko'rsatmalarda nima aytmadi? Tukraypa. Asosan shu. Ha. Asosan shu. Chunki biz tibbiy tomonini ko'rib chiqamiz, keyin hujjatlarni ko'rib chiqamiz, hali qarindoshligini ko'rish uchun. Shu bilan keyin jo'natamiz. Komissiyaga topshiriladi, u jarroh navbat kelguncha u ishlar bitib bo'ladi. Shunaqa. Zo'r, endi donor to'g'risida gapirib ketaman. Donorlarni jigar bergandan keyin, mana siz regeneratsiya deganingizdan keyin bu savolim yo'q edi menda. Bu momentni yoyib berish to'g'risida unutdim, lekin juda zo'r bo'ldi. Xo'p, jigar bergandan keyin donor nuqsonli bo'lib qolmaydi. Jigari 3 oyda to'liq qanaqa vaznda bo'lgan bo'lsa, o'sha vaznga qaytadi. Shunaqa. Men o'zimga donor qilayotganimda transplant bo'yicha xirurglar bilan uchrashganda hammasi bilan uchrashib chiqqanman. Hindistonda nechta bo'lsa, hammasidan asosan donor bo'yicha so'raganman. Hammada donorga o'g'lim o'zi ukam bo'lishi kerak edi. Ukamni tayyorlaganmiz, vizalari olingan. Hammadan ukam uchun. Endi kim bo'lsa ham yaqin odamingiz albatta siz uchun birorta muammo bo'lishini xohlamaysiz. Hammasidan so'raganman, donorga nima bo'ladi, Hammasidan eshitganman, donorga 100% haligi muvaffaqiyat darajasi hammasi yaxshi bo'ladi. Amerikada o'qiganman, u yerda ham o'zim gepatologim bor edi. Unga yozganman. Donorga nima bo'ladi? Magistratura Amerikada. Sohasimi? O'zi birinchisi jurnalistika o'qiganman. Keyin tanlov asosida yutib 100% grant bilan nimaga ketganman. Amerikaga ketganman. Magistratura u yerda ta'lim sohasida o'qiganman. O'sha 100% grant bo'lgani uchun ular страховкамni ham qoplab berishgan, doktorlarga borish kelishim, hamma tekshiruvlarim страховкам orqali to'lanardi. U yerdagi patologim aytdi, u bilan endi nimada turdik aloqada, donorda hazm sistemasida muammolar bo'lib qolishi mumkin dedi. Chunki o't qopib tashlagan. Shu hammasida absolyutno. Lekin doktorlardan faqat shuni so'raganman, hazmda muammo bo'lmaydimi desam, u amerikalik aytibdi-yu, amerikaliklar ovqati bilan bo'ladi, sen ovqating bilan bo'lmaydi deyishgan. Shundan keyin rozi bo'lib qilganmiz. Masalan, hozirda ham o'g'limda unaqa hazm bilan muammo yoki boshqa nimalar yo'q. Yaqinda biz o'sha shifokorlarda ilmiy tadqiqot ishlarida ham yordam berib turamiz. Ular donorlarda hayot sifati bo'yicha nima o'tkazishdi? Tadqiqot. Survey. Tadqiqot qilishdi. Biz o'zimizda bor nimalarga hammasiga telefon qilib chiqdik. Hozircha 160 tasi bo'ldi. Hali analiz qilib oxiriga yetganimiz yo'q. Lekin donorlar bilan gaplashganimizda ko'pchiligida juda ham yaxshi holatda. O'zida bir qo'shimcha bir muammo boshqa sezmagan.
Ba'zilari lekin masalan shunaqa savollar bor, shuncha 5 kilometrda hansiramasdan yura olasizmi? Shuncha etajga chiqsangiz, qaysi etajdan hansirashni boshlaysiz? Shunaqa savollar bor. Ba'zilar hozirgacha ham o'zini ayab unaqa ishlar qilib ko'rmaganini aytishadi yoki og'ir ishlar qilmaganini aytishgan. Lekin ko'pchiligida judayam holati yaxshiligini aytishgan. Unaqa og'riq, boshqa o'sha savollarga hech kimda unaqa muammolik holatda uchratmaganini aytishgan. Ba'zilari asabiy bo'lib qolganman deyishgan, lekin bu qanchalik jigarga bog'liq emasligini bilmayman. Yo'q, bu ushlab bo'lmaydigan narsa. Bu hamma narsadan shu. Hozir kim asabiylashmagan. Lekin umumiy olganda shunday ko'rib chiqdim, hamma nimalarda anketa javoblarini yaxshi, holatlari yaxshi. Hop, bemorlarda borgandan keyin bemorlar texnik kasallik bo'yicha emas, eng katta uchrab turadigan muammo muloqotdami yoki muloqotda gaplashishda hozir ancha oson bo'lib qoldi dedingiz. Hozir sizlarni ishinglarni og'ir qilib qo'yadigan holat, eng ko'p uchraydigan holat nimadan iborat? Bemorga taalluqli va bemorga texnik tarafga taalluqli. Ishinglar qiyin degan holat. Endi hozir keyingi paytda eng katta muammomiz bu viza masalasi bo'lib qoldi. Agar bilsangiz mayda Pokiston bilan Hindiston orasida ozgina kelishmovchilik bo'ldi. Mana shu kelishmovchilik orqasidan viza berish jarayoni qiyinlashib qoldi. Masalan, oldin onlayn vizamiz bir kunda chiqardi, hozir bir haftaga cho'zilyapti. Poselsiyami yoki onlaynmi? Onlayn. Onlayngacha qoldi lekin. Keyin shunday bo'lardi, masalan Hindistonda cho'zish kerak bo'lsa, onlayn olish juda oson edi. Bemorlarni yuborardik. Cho'zish kerak bo'lsa, u yoqdan cho'zishga bersangiz, cho'zdirishga juda ham tez chiqardi. Oxirgi martadagi menimcha juda ko'p bemorlarimiz ana shu cho'zdirish bilan muammo bilan qolib ketishdi. Bu haligi bizga bog'liq bo'lmagan muammo. Eng ko'p bemorlar bilan kelishmovchilik nimalarimiz shu orqali bo'ldi, lekin uni biz kontrol qila olmaymiz. U yerda Avir, bizdagi Avir tashkilot u yerda ham bor. Avir ko'rib chiqarkan, 1 oydan oshiq ko'rib chiqib ham ruxsat berishmadi. Juda shunaqa qilganki, masalan bemornikini cho'zadi-da, qarovchi donorniki qolib ketadi. U bemor baribir o'zi keta olmaydi-ku, ammo oilaviy qaytish kerak. Shunaqani orqasidan juda ko'p bemorlar bilan haliginaqa bo'ldi, kelishmovchiliklar bo'ldi, lekin bizga bog'liq bo'lmagan holatida bu bo'yicha vazirlikka, sog'liqni saqlash Hindistondagiga, tashqi ishlarga murojaat qilib chiqqanmiz, ustida ishlayapmiz dedi, lekin haligacha to'g'rilangani yo'q. Mana maydan beri hozirgacha bu bo'yicha hech qanaqa to'g'rilanish bo'lgani yo'q. Elchixona yordam berib turadimi shu holatlarda? Yo'q. Elchixona bilan ham muloqotga chiqdik, gaplashdik. Ular aytdi, buni men dedi, ya'ni o'zlaridagi tashqi ishlar nimasi hal qilish kerak dedi. Tashqi ishlar bilan bog'lanishda ham ilojisi yo'q. Juda ko'p bu yerdagi Hindistondagi komanda harakat qildi, lekin qilisha olmadi. O'shaning uchun hozir hammaga tavsiya beryapmiz. Kelib elchixonadan olinglar, chunki elchixonadan olsangiz 3 oydan 6 oygacha beradi. Ba'zida 6 oyga beradi. Bemalol haligi viza haqida qo'rqmasdan, bosh og'riqsiz qo'rqmasdan qilsangiz bo'ladi, lekin ba'zida bemorlar aytadi, yo'l kira qilib Toshkentga borib kelamiz, bizga onlayn deydi. Endi tushuntirsangiz ham tushunmasa majburlikda qilasiz, lekin borgandan keyin shunaqa hozirgi paytdagi eng katta og'riqli muammomiz shu bo'lib qoldi. Viza masalasi bo'lib qoldi. Xo'p, mana bu hozir aytgan gaplaringizdan bitta savol tug'ilib qoldi. Hindcha gapiradigan shuning xodimi bor sizda, endi shuning indiyskiy kompaniya. O'zbek tili va hind tilini biladigan tarjimonlar ham bormi? Bor. Hindcha biladigan. Hindcha biladigan tarjimonimiz ham bor. O'sha bolani to'yi bo'lyapti yaqinda. Alisher degan bolamiz. Agar ko'rganmisiz yo'q, ko'rmaganman. Alisher hindchada gapiradi, juda ham yaxshi. Hindchadan tarjima qiladi, lekin menga qiyin tarafi borganda inglizchada gaplashsa ham yo'lda tushunib turaman. Lekin agar hindchada gapirishni boshlasa, indiyskiy hindcha ham o'ziga bir yarasha. Hamma ham tushunavermaydi. Birinchidan hamma ham tushunavermaydi. Hindcha, angliskiyda. Shunaqa.
boshqa qimirlatib bilasizmi boshqa qimirlatishni? Yo'q. Yo'q. Voy, men bitta rolik ko'rdim. Bitta ingliz qizi YouTube'da bosh qimirlatishlarni ma'nolarini anglabtirib berdi. Bundan qilsa, shoki degani 7 ta turdagi bosh qimirlatish bor ekan, tasavvur qilasizmi? 7 ta turdagi. Yo'q, eshitmagan ekanman. Desa, tamom degan, okey degan. Bunaqa qilsa yaxshi degan. Siz endi выражение лицаga ham bog'liq javobda. O'sha rolikni bir saqlab qo'yib, ilova qilib qo'yaman. Siz bo'larkan, bemorlarga berish uchun, ular ham tushunib turishi uchun. Biz uzoq turganimizda keyin doktorlarim ko'p bo'lgani uchun o'z Hindistondan qaytganimda keyin anchagacha boshlab qimirlatib yurganman. Siz ora turgan ekansiz. Prikol qilib oila a'zolarini kuldirish maqsadida qilingan narsa dedi, odat bo'lib qoldi. Xo'p, eng asosiy sabab anaqa deb aytdik, gepatit B, gepatit C kamroq uchraydi. Super infeksiya bu gepatit B plus gepatit D. Super infeksiyaning dorisi qimmat, alfa interferon pigilirованный alfa interferon 2A midi, shunaqa dori qo'llanadi. Erkakga qilinadigan ukol qimmat dori, hamma ham qo'llanadi. O'sha gepatit B ni asosiy sababi mana doktor sifatida ko'rib kuzatib kelayotganim, vaksinatsiya qildirishmaydimi bizda? Vaksinatsiya 2001dan boshlangan. O'shaning uchun hozir bemorlarimiz ichida yoshlar kamayyapti. 2001da bu yoqda hamma aholi vaksinatsiyadan o'tgan. Bitta bemor bo'ldi, onadan o'tgan ekan. Onadan o'tsa vaksinatsiya ham yordam bermaydi. U uyda davolash ham qiyin bo'lar ekan. Uning uchun tekshirib qilinadi. Aslida gepatit B, aktivniy gepatit B bo'ladigan bo'lsa, uni aktivniyligini biladigan holat bor. E antigen degani bor gepatitlarda. Mana biz hamma tekshirayotganda gepatit S antigeni topshiriladi. Gepatit C antigeni bu yuqish indeksini ko'rsatib beradi va gepatit E antigeni hozir esimdan chiqib qoldi nima demoqchi bo'lganim. Xullas antigenlar bor. O'sha E antigeni bo'lsa fikrim yo'qotdim, mayli muhim emas. Xullas gepatit B bo'ladigan bo'lsa, onada va aktivniy bo'lsa, aktivnost ko'rsatadigan E antigen va sonidan tashqari adashmasam, hozir men adashishim mumkin, so'xam emas, aniq bilmayman. O'qiganimda 2008-yil amerikanskiy imtihonga tayyorlangan, mana Amerikada o'qish orzusi bilan o'sha USMLga tayyorlanayotgandagi narsalarni hozir eslab qo'yishga harakat qildim. Hop, kechirish secheniya qilinadi unda. Demak, o'zi asli 2001-yildan beri vaksinatsiya boshlangan uchun yoshlarda kamayib ketyapti. Xudo xohlasa, ilohim tezroq tugasin. Ko'ramizda yaqindan kecha bitta student bolani kirib ketayotganini ko'rdimda. Oldimizda общежитие bor, biz uyimni oldida. Uzoqdan bildim. Sirasligini. Qorni katta, tarang, rangi, kesak rangda. 50 metrdan ko'ra voy bechara dedim. Demak, yoshlarda kamayib ketyapti. Xudo xohlasa, vaksinatsiya boshlandi 2001-yildan beri. Onadan bolaga yuqishi mumkin. Gepatit B tinglovchilarimiz bilish uchun aytib o'tib ketaman. Bu jinsiy aloqada yuqadigan kasallik hisoblanadi. Faqat onadan emas, ya'ni jinsiy gepatit B bir kishi bo'lgan bo'lsa, uylangan yoki yoshi balog'at yoshida bo'lsa, обязательно turmush o'rtog'ini tekshiriladi. Va men bilganim yoshlikda bo'lsa, 18 balog'atgacha bo'lsa gepatit B surunkali gepatit bo'lib va surunkali gepatit sirroz o'tish foizi juda baland. 20 yosh yo'g'ga bo'lsa surunkali gepatitga o'tishini ehtimoli 10% ga yaqin deb o'qiganman o'zim. Bu ishonchli manba. Demak, o'sha yoshlarda kamayib boryapti. Bu jinsiy aloqaga yuqadigan kasalliklarning bitta turi. Bolalikda va balog'atga yetgungacha bo'lmagan yaxshi, umuman bo'lmagan yaxshi, lekin buni balog'atgacha bo'lsa, 20 yoshgacha bo'lsa, risklari
gepatit bu surunkali gepatit B bo'lib qolishni juda baland. Shu shaklda vaksinatsiya demak yordam beryapti va yoshlik kamayib boryapti. Vaksinatsiya yordam beryapti. Keyin siz aytganingizga yana nima, gepatit D juda ham ashaddiy virus-ku. Hozir gepatit D qo'shilgani uchun u yoshdi, boshqami hech qanday ahamiyat qilmayapti. Men o'zim 2005-yili tishimni tuzatganimda yuqtirganman. 2005da bo'lsa, 2016da 40 yoshimda qildirgan bo'lsam, 2005 2016 11 yoshda ayirsangiz 29 bo'ladimi? Oradan 11 yil o'tib men уже transplant qildiryapman. Shunaqa tez rivojlangan. Qanday u nimaga yetib qolganimni o'zim ham bilmayman. Tinglovchilarimiz uchun aytib ketaman. Gepatit turlari bor. Gepatit A bu bolaliklarda, stoloviyda, basseynda yuqadigan gepatit A u umuman muammosiz virusli mana bu grippdaka boshlanadi, grippdaka o'tadi, birdaniga sarg'ayib qoladi. Bu oson, hech qanaqa muammosi yo'q. Surunkali holat ko'rmaydi. Gepatit B bu qondan o'tadi, jinsiy aloqadan o'tadi va yuqtirishi mumkin. Hop, gepatit B o'zi ham 20 yoshgacha bo'lsa xavfliroq, 20 yoshroqga undan xavfli emas. Gepatit C bor. Bu qondan o'tadigan gepatit, u ham eski zamonlarda biz o'qib yurgan, medinstitutda o'qib yurganimizda nijniy killer deyishganimizga o'qituvchilarimiz sekin jigara qotib boradi va dorilar unda juda qimmat edi. Hozir juda osonlik bilan 3 oyda dori ichadi, shu bilan tugaydi. Gepatit B 4 yil, 10 yil ichish mumkin dorini. Uzoq muddat ichish tavsiya qilinadi, 2 yildan 4 yilgacha. Gepatit C'da hozir 20 yil oldin juda yomon kasallik hisoblanadi, 3 oyda dori ichadi. Kombinirованный antivirusli infeksiya shu bilan yaxshi dori. Gepatit D o'zi alohida bo'lmaydi. Gepatit B bor bemorlarga super infeksiya deb aytiladi. Ustida yashaydi, parazit ekan. O'zi alohida bo'lmaydi bemorlarda va gepatit B ga qo'shilib super infeksiya bo'ladi va dorisi hali ham qimmat, o'sha alfa interferon. Hozir ham qo'shimcha dorilar chiqdi. Hozir Merkulex chiqdi, lekin o'zini oqlamadi. Merkulex juda ko'pchilikda yaxshi nima bo'lmadi. Miravir ichishyapti, lekin u ham o'zini oqlagan doridan emas. Hozircha gepatit D ga davo bo'ladigan dori yo'q. Yo'q, tuzaladigan kasalliklar bor ekan. Tinglovchilarimiz uchun aytaman. Amerikanskiy vanda подписка borda, UpToDate degan bitta programma bor. Bu isbotlangan meditsinani ma'lumotlar. Xullas siz literaturani ro'yxati 60 tadan oshadi har doim. 65 ta, 80 ta, 90 ta, 100 ta, 110 ta. Interferon bo'yicha bormi yo'qda? Hamma informatsiya bor. Absolut meditsinada A'dan Y'gacha informatsiya bor. Bitta bemor murojaat qildi, olgan kasallarda UpToDate ochdim, o'qidim, qo'shimcha dorilar bor ekan, tuzalayotgan odamlar bor ekan, gepatit B dan tuzalmaydigan emas, tuzaladi. Xudo qolsa, endi hammada emas, lekin u drug resistant deb aytiladi, o'sha doriga anaqa ta'siri kam bo'lgan super infeksiya. Gepatit E bor. Gepatit E bu faqat homiladorlarda bo'ladi. Faqat homiladorlarda bo'ladi. Bu ham qachon общественный qanaqadir basseyn yoki dengiz yoki daryoga tushsa, suvdan yo'qadi xullas u. U ham aslida yomon infeksiya hisoblanmaydi, lekin homilador ayollarda agressivniy shaklda kechishi mumkin gepatit E. A, B, D, A, B, C, D, E 5 ta bor ekanda. O'zbekistonda bilishi muhim bo'lgan informatsiya bo'lsa, shu haqda o'ylab keldim. Bizda eng ko'p bilsiz chet elga borib aldanganlar. Juda ko'pchilik aldanib qoladi. Ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi. Masalan, boshida biz bilan gaplashgan, keyin ketgan. Men aytaman, xalqimiz juda ham sodda deydi. Sodda. Andishali yana. Ularda aytib bergan hikoyalarni eshitib hayron qolaman. Qanday odam shu narsaga ishonishi mumkin? Misollardan bittasini aytib beryapman. Kimdir chaqirgan, Hindistonda bitta boy o'lib qoldi. Uni puli rosa ham ko'p edi. U pulni nima qilishni bilishmayapti. Bepulga seni transplant qilishadi. U pul 7 taga yetadi. O'sha 7 taning ichiga kirsang kirding, bo'lmasa yo'q.
Masalan, bu Shunaqa narsaga ishonadigan odamlar bor. ishonadiganlar bor ekan. Men juda ham hayron qolaman bunaqalarni ko'rsam. Yoki aytadiki, ozgina pul bilan 5000 bilan kelsang, operatsiya bo'laversa, qolganini bo'lib to'laysan. Hamma bemorlar bilishi kerak bo'lgan narsa bu ular davlat больницasiga ketmayapti. Hamma shu shifoxonalar xususiy shifoxona. Xususiy shifoxonalarda albatta asosiy maqsadi bu albatta biznes. Albatta. Pul qilish. Albatta. Bepulga masalan insonparvarlik sifatida keyin mana shu O'zbekistonga kelib qolibdi, davolab qo'yaylik yoki yordam berib yuboraylik. Shunaqa degan narsa bu bilmayman, kamdan kam bo'lsa kerak. Albatta operatsiyani pulini polностью olishadi. Ishlayapti, mehnat qilyapti, o'rgangan, ilm o'rgangan. Har xil shunaqa narsalarga, yolg'on haligi va'dalarga uchmasligini so'rardim. Keyin juda ko'pincha bo'ladi, masalan, birorta qo'shnisi yoki bir nimasi orqali shunday borishadi. Kelgandan keyin qarovsiz qolib ketishadi. Operatsiyani eng asosiy bu qarov hisoblanadi. Doim ketishdan oldin aytgandan keyin telefonga kim javob beradi va kim meni analizlarimni ko'rsatib turadi. Mana shu narsani ham albatta nimaga olish kerak deb o'ylayman. Ya'ni aldoqchilar bor, kazzoblar bor. Sodda bo'lmaslik kerak. Hamma informatsiyani qayta tekshirib olib, bu yo'ldan o'tgan odamlar bilan muloqot qilib. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Siz aytdingiz, borganda nechta doktor bo'lgan bo'lsa, hammasi bilan suhbat qilib chiqdim dedingiz. Endi til bilmaydigan, o'zini fikrini to'liq izhor qila olmaydigan, dunyo qarashi unaqa keng emas, tajribasi unaqa keng emas, xalqaro tajribasi bor bemorlar osonroq aldanadi. Ularga tavsiya hamma narsani aniqlab olib, to'g'rilab, o'sha bu yo'ldan o'tib bo'lgan bemorlar bilan muloqot qilib, o'shalarning yo'lidan yurib qo'ygan yaxshiroq. Shunday. Pioner bo'lmasdan, Amerikada qaytadan ochmasdan. Shunday. Tushunarli. Yana muhim boshqa bilish kerak bo'lgan ma'lumot bemorlar aeroportda qiyinchiliklar, endi tarjimon botda birga uchadimi? Yo'q, birga uchmaydi. O'zligisi uchishadi bemorlar. Uchadi. Endi aeroportda ko'p qiynaldim degan nimalarni ko'p ko'rmayman, chunki o'sha qizim Toshkentga kelganda aytganida metroda qiynalmayapsan, yo'q, hamma odamlar ketayotgan tomonga ketyapsam, to'g'ri joydan chiqib qolyapman deb. Shu odamlar orqasidan O'zbekistonga chiqib olsangiz, u yoqdan kutib olishadi. Aeroportdan videolar berasizlar, qanday qilish, kutib olish, nima plakat. Plakat bilan kutib olinadi. Keyin ketuvchi rasmi beriladi. U yoqdagi kutayotgan odam ham biladi kim chiqayotganini. Shu bilan kutib oladi. Albatta rasmga olib bizga jo'natadi. Bir marta shunaqa voqea bo'lgan. Boshqa bemorni olib ketib qolgan. Bizni bemor qolib ketgan aeroportda. Hindiston aeroporti juda katta. Juda katta. Osiyo bo'yicha birinchi o'rin turadi. Osiyo deganda yo'q-ay. Shunaqamikin-a? Endi raqamga juda uni ustiga hozir yangi aeroport. Lekin aslida ajablanadigan holat yo'q, chunki 2 milliardga yaqin aholisi bor. Juda mashg'ul, busy aeroport, menimcha bo'lishi ham mumkin. Endi men ekonomik tarafdan da o'yladim-da, keyin demografik tarafga qarasam, bu действительно juda anaqa katta sondagi kirib chiqqan yo'lovchilar bor, musofirlar bor, shuncha katta bo'lsa kerak. Kattaligini bilaman, o'zim inchiqqa tushganman. Lekin eng kattasini bilmadim bu. Xullas bu eng muhim emas, eng muhimi aeroportda oqim orqali hamma birgalik bilan ketsa, muammolar yo'q odatda. Muammo bo'lmaydi odatda. Muammolar yo'q. Lekin u yoqda, masalan, u yoqda ham o'sha sodda nimalarimizdan menimcha oldin ikkitasi aldangan, ko'chada ketayotsa, masalan, bittasi politsiya kiyimida kelib, men politsiyadaman, sumkangni tekshirishim kerak, sumkasini tekshirib, pulni olib qo'ygan, masalan. Shunga o'xshagan holatlar bo'lgan ekan. Yoki bittasi Turkiyadanmikan, kelib, bizni dollarimizda chekkasida yulduzcha bor. O'zbeklar dollari qanaqa bo'ladi? Ko'raychi desa, u operatsiya pulini bergan. Qanday qilib sanab ichidan olib qo'ygan, anaqa qilmaydi, pulni qaytarib bergan, lekin ancha pulni olib qo'ygan ekan uni ichidan-da.
Keyin men aytdim, shunaqa ham sodda bo'lasizmi? Dollar bitta joydan chiqadi-ku, hammasi Amerikani dollari, O'zbekistonda dollari, Turkiyani dollari, har xil dollar bo'lmaydi u yerda. Ha. Endi hushyorlik to'g'risida bu yerda gap ketyapti. Tushunishim bo'yicha har doim hushyor bo'lish kerak. O'zi shifoxona atrofida bo'lsangiz, mehmonxonangiz atrofida bo'lsangiz, safe areada, xavfsiz zona. Lekin ba'zilar juda sarguzashtni yaxshi ko'radi. Qayergadir bozorlarga borib kelishadi, joylarga borib keladi. Birinchi marta chetga chiqib olamiz deb qanaqadir nimadir sovg'a. Shunaqada juda ham hushyor bo'lish kerak, chunki Hindiston kinolaridan ham bilasiz-ku. Har xil holatda uchrab turadi. Endi u hammasi o'zingizga bog'liq u yog'i. O'zi asl olganda hindlar доброжелательный, mehmondo'st, judayam kulib turgan, boshini qimlatib turgan. Judayam. Lekin hamma yoqdagi o'ziga yarasha xavflar bor. Hushyor bo'lish kerak, kazzoblari bor o'ziga yarasha. Shuning uchun katta rahmat kelganingiz uchun, suhbat uchun katta rahmat. Manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Maqsad shu, bemorni eshitib, o'ziga xulosa qilib olib, to'g'ri yo'ldan yurish, og'irlarni yengil qilish, ma'lumot bo'lsa, вооруженный, когда знаешь вооруженный deydi-ku. O'sha shu maqsad. Kattakon rahmat. Xo'p, sizga ham rahmat. Rahmat.